Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yaxshimisizlar, sog'laring yaxshimi? Xullas, bugun duxkovkani kotyol mavzusida bitta masalani sizlarga aytib beraman. Duxkovkani kotyolda bosim o'z-o'zidan ortib ketishi, keyin qiziganda ortib ketadi, sovuganda tushib ketadi, nolga tushib qolasiz, yana to'ldirasiz, yana oshib ketadi, yana tushib ketadi. O'sha holatdagi nima qilish kerak? O'sha holatga nima sabab bo'ladi? Shu haqda qarang. Har bir duxkovkani kotyolda ichida расширительный bachok bor. Kichkina объемdagi, ya'ni 16 kilovat, 20 kilovatliklarda расширительный bachok mana shunday yonboshda turadi ichki qismida. Ba'zi katta 30 kilovat, 32-33 kilovatlarda kotyol ichida ko'rinmaydi u. Faqat mana orqa tarafda bo'ladi, tepadan qarasangizgina buni ko'ra olasiz. Tumaloq, kattaroq расширительный bachok bo'ladi. Har bir расширительный bachokda ichida rezinovый membrana bor. Membranada har doim havo urilgan turadi. Umuman olganda rashbakni ichiga suv kirmaydi desak ham to'g'ri bo'ladi. Sababi расширительный bachokning ichi to'la havo, 1 atmosfera havo bo'lgandan keyin o'sha rezinaning ichida havo turadi. U nima sababdan? U shunaqa narsaki, suv qiziganda tabiiy ravishda kengayadi. Ana shu kengaygan vaqtda, kengaygan suv biron joydan oqib ketmasligi uchun, klapanni urib chiqmasligi uchun bachokning ichiga siqilgan havoni siqib, ya'ni kiradi suv. Suv kirgandan keyin, suv sovigandan keyin boya siqilgan havo yana suvni qaytarib sistemaga chiqarib yuboradi havo. Shu balans ushlash uchun kerak bo'ladi. Ana shu holatda siz bir marta kotyolga zapravka qilasiz, agar to'g'ri, ya'ni bachokning ichida 1 atmosfera havo bo'lsa, siz 1 bar suv joylasangiz sistemangizga, mana shu holatda suv bir xil turaveradi. Qizigan payti bachokka kiradi, sovigan payti chiqadi. Hech qanaqa bir davleniya tushib ketishi, kotyol ashibga berib qolishi kuzatilmaydi bu holatda. Agar buni ichida havo bo'lmasa, suv to'ldirilgan bo'lsa, suv to'lib qolgan bo'lsa, ya'ni u holatda o'sha kotyolda siz 1 atmosfera suv, 1 bar suv joylaysiz, ana undan keyin kotyol qizigan payti tabiiy ravishda suv kengayadi-da, datchik, ya'ni mana bu bosim ko'rsatkich datchigi 2,5, 3, 3,5, 4 gacha chiqib ketadi. Uni shu holatda favqulodda klapandan suv tomib qoladi, shlanchasidan suv tomib qoladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu favqulodda klapan buzilib qolgan deb o'ylaydi. Aslida buzilib qolmagan. Uni shunchaki ichini ochib tozalab qo'ysangiz, yana ishlab ketaveradi. Faqat uni suv oqib qolishiga sabab bo'lgan narsani ustiraint qilish kerak, bartaraf qilish kerak. Uni bartaraf qilish uchun siz kotyolni pastdagi ikkita подача обратка kranni yopasiz, ya'ni отопление ketadigan ikkita chekadagi kranni yopasiz. Yopganingizdan keyin kotyolni tagida, har bir kotyol tagida suv to'kish jumragi bor. Bunda ham suv to'kish jumragi bor. Hozir yechib olinsa, yechib olib ko'rsataman, yechib olaman. Mana qarang. Mana suv to'kish jumragi. Agar yaqinroqdan ko'rsatgan bo'lsa, mana narsa. Pastda kotyol tagida mana shunday chiqib turadi bu. Buni chap tarafga qarab bo'shatsangiz, suv tushib ketadi. Ana endi siz kotyolni подача обратка kranlarini yopganingizdan keyin suv to'kish jumragidan suvni ochasiz. Shlancha bo'lsa, shlancha ulab paqirga to'g'rilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ochasizda kotyolni ichidagi suv bo'shaydi. Aslida ko'p suv tushmaydi, chunki teplobmennikning ichida o'zi 200-300 gram suv bo'ladi, xolos, bir piyola suv bo'ladi. O'sha tushib to'xtaydi. Lekin bachokka nasos bilan havo uraman desangiz, havo ketmaydi. Sababi bachokda ichi to'la suv bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun suv to'kish jumragini ochiq holatda qoldirasiz. Ochiq holatda qoldirganingizdan keyin ayrim kotyollarning rashbakni havo uradigan joyi zalatnigi yonboshda bo'ladi, ko'rinib turadi. Ba'zi kotyollarning tepasida bo'ladi. Buniki tepasida kalpachogi bor. Kalpachogini yechib olasizda, nasos ulab dam ura boshlaysiz. Dam urganingizdan keyin buni ichidagi suvi, buni ochib qo'yganligingiz uchun pastdan buni oqib tushib ketadi. Ya'ni bu ichida suv umuman qolmaydi. Suv umuman qolmagandan keyin siz 1 atmosfera havoni bachokka joylaysiz, ichida membrana ichida. Lekin bir narsaga e'tibor bering. Agar siz ya'ni ichidagi membrana teshilgan bo'lsa, uni ichiga havo urib bo'lmaydi. Demak, buni almashtirish kerak. Agar kotyolingiz o'zi 2 yil, 3 yil ishlagan bo'lsa, demak teshilmagan. 4, 5, 6 yil ishlagan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan ichidagi rezinovый membranasi teshilgan. O'shanda buni ochib qo'yib dam urasiz, ichidagi suv butunlay oqib tushib ketadi, o'rniga havo kiradi. Havo kirgandan keyin
o'lchab ko'rasiz va mashinalarni kolesosini damini o'lchash uchun manometr bor-ku, meni instrument yashigimda bor, hozir qo'limda yo'q. O'sha motor bilan manometrni o'lchab ko'rasiz, 1 atmosfera bo'lsa, demak bo'ldi. O'sha norma. Keyin buni joyini qisasiz, kotyolni podacha обратный kranlarini ochasiz, kotyolga suv joylaysiz 1 bar bo'lguncha, ya'ni shu manometrda strelkasi 1 ga kelguncha suv joylaysiz-da, kotyolni yoqasiz. Ana o'shanda kotyol chotki ishlaydi. Hammasidan oldin расширитель bachokda hali hech narsa qilishdan oldin siz zalatnigini bosib ko'ring. Zalatnigini bosib ko'rganingizda agar suv chiqsa, demak расширитель bachokda almashtirish kerak. Agar suv ham chiqmasa, havo ham chiqmasa, demak расширитель bachok sog', hali membranasi butun, demak keyin havo joylasa bo'ladi. Shunga e'tibor bering. Bu qisqagina videorolik ayni shu kotyollarda bosim ortib ketishiga bag'ishlangan, ya'ni menga ko'p savol tushyapti, prosta kechirasizlar. Men hammaning kommentariyasiga javob bera olmayapman, chunki men boshida ulgurardim. Bir kunda 4 ta, 5 ta, 6 ta kommentariy bo'lsa, o'tirib, men uchun yozish qiziq bo'lardi. Hali komanda ham yo'q edi. Endi alhamdulillah ishlarimiz ancha ko'paygan Allohning fazli bilan kommentariyalarga prosta yozishga fizически ulgurmayman. Shu qadar ko'p kommentariyalar, ularga javob berish iloji yo'q. Qachonki bizda Telegramda RTK servis kanalimiz bor. Biz o'sha profilimizda, YouTube profilimizning shapkasida o'sha kanalimizning havolasini qo'yganmiz. Havolaga bosasiz, siz RTK servis kanaliga o'tasiz. Kanalga o'tganingizdan keyin har bitta videorolikni deysizmi yoki har bitta rasmnimi chat bo'limi bor. Chat bo'limiga bossangiz, chatga o'tasiz. Chatga o'tsangiz, kuratorlarimiz bor. Toshkentdan Qahramon aka bor. Xorazmdan Bekjon birodarim, do'stim bor. Shu usta akalarimiz ko'p, beminnat yordam berishadi. Agar meni o'zim vaqtim bo'lmasa ham, u usta akalarimiz yordam berishadi. Shu maslahatlashganda, maslahatga. Atak shaxsan o'zimga telefon qilib, o'zimdan maslahat olmoqchi bo'lsalaring, yozib olinglar telefon nomerida 77lik, ya'ni ekranda yozib qo'yaman. 77lik 177 76 27 telefon qilsalaring, menga bog'lansalaring bo'ladi. Buni endi kotyolda men muammolarni bitta ko'rsatib berganman YouTube kanalimda. Men yana ham ko'rsatib beraman inshaalloh. Lekin bilingki, kotyolda bittagina muammosini olib, uni yechim olishingiz mumkin. Atak umuman kotyol remont qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, uni o'zi teoriya darslari bor, 8 ta bo'limdan iborat. Siz teoriyani o'rganib olsangiz, har qanday kotyolni o'xshata oladigan bo'lasiz. Shuning uchun hozir biz 2025-yilda oxiri yangi yilgacha aksiya qildik. 1 million so'mga sotiladigan kursimizni atiga 300 ming so'mga sotamiz deb e'lon berdik. Xohlovchilar bo'lsa, chaqqon harakat qilsin, olsin. 300 ming so'm bitta uyingizga usta kelsa, o'sha ustaga ham kamida bir 400-500 ming pul berasiz. Siz 300 ming so'm evaziga kursni olasiz. Hayotingiz davomida kirib darslarni ko'rib, o'zingizni uyingizdagi kotyolingizni ta'mirlash uchun, hatto qo'shnilaringizni, qavm qarindoshlaringizni kotyolini ta'mirlab pul ishlashingiz mumkin. Sog' bo'linglar, assalomu alaykum.